Nima bu? Qoraqalpoq tilida musrolg'ish deb aytiladi. Musrolg'ish. Buxoroda bu satin. Chile bu. Biri Qoraqalpoq kelin, biri Buxoro kelin. Ikkalasining ham tilini o'rganishim kerak. Sipsedi, jiroq, supurgi. Bu nima edi? Shelpigish. Shuncha paytdan beri qoraqalpoqcha emas, ingliz tilini o'rganganimda alisdan 9 olar. Ha onash. Bolla xotin Buxorodan-da. Ha u tomoqchani o'rgan-ku. Aslovim? Ova. Qoraqalpoqchani ham o'rganib oldingmi? Yo, o'zi ikkita so'z bilaman. Ova bilan jo'qni bilaman. Chiroyli kiyib olsa qaqatib ketyapti deb o'ylayman-da, jo'q deyman. Agar qo'lda kapkir bo'lsa, ovqat qilib bersa kerak deb ova deyman. Qani? Ichamiz shekilli. Ha, sen aytasanmi? Men aytaman, onajon baxt. Alkashmisanlar, choy quydim. Sharmanda. Yakras mehmon kelyapti. Kim? Qishloqdan tog'ang kelyapti ekan. Yuvish kerak. Siz nima ovqat qilib berasiz? Buxorocha qayish. Sizchi? Men qoraqalpoqcha gurtib qilaman. Unda men Toshkentcha 5 barmoq qilaman. Kakras 3 xil ovqat bo'ladi. Gurtik tayyor. Qayish tayyor. 5 barmoq tayyor. Bugun xamirga bo'karkanmiz-da. Voy, uchalasi ham bir xilmi?